Assalomu alaykum o'rtoqlar, hammaga xayrli kun. O'rtoqlar, sizlar bilan bugun bozorga, ya'ni fond bozoriga, aksiya bozoriga katta ta'sir o'tkazuvchi kompaniyani aksiyasini texnik tahlilini ko'rib chiqamiz. Bu aksiya Nvidia aksiyasi. Nvidia aksiyasi bilasizlar, juda ham kapitalizatsiyasi eng katta bo'lgan aksiyalardan biri. Demak, o'rtoqlar, biz texnik tahlilga o'tadigan bo'lsak, global trendni hozir chizib olamiz. Birinchi navbatda global trend chizib olib, bu hozir oylik time frame, sababi global trendni oylik time frame da topish osonroq bo'ladi, chizish osonroq bo'ladi. Xo'p, demak o'rtoqlar, bizda hozirgi vaziyat mana allaqachon o'tgan oy o'zida mana bu kanal bu breakout bo'lgan. Hozir esa ana shu kanal retest pullback jarayonida. Agarda noyabr oxirigacha ushbu qizil candleimiz yuqorida yopilmasdan pastga tushib ketadigan bo'lsa, narxi taxminan mana bu nuqtalarda kutib olishimiz mumkin. Bu nuqtada kutib olishimiz mumkin deganimga sababi hozir tushuntirib beraman o'rtoqlar. Xo'p, mana bu kuchli o'rin, ya'ni zona hisoblanadi. Bunga nisbatan va hozir bizda yana bitta narsani tushuntirib beraman. Ketma-ket yashil candledan keyin qizil candle ochiladigan bo'lsa, bu korreksiya boshlanganligini ko'pincha bildiradi. Mana shu holatga asosan, mana shu qoidaga asosan biz hozir Fibonacci'ni tortadigan bo'lsak, tortdik va mana bu hozir 0.5 darajasi Fibonacci'da eng muhim darajalardan biri va mana shu aynan 0.5 daraja mana bu kuchli o'ringa to'g'ri kelayotganini ko'rishimiz mumkin. Va bundan tashqari yana bitta tasdig'imiz bor. Haftalik time frame ga o'tadigan bo'lsak, mana allaqachon tahlil qilgandim. Haftalik time frame da ham MA 50 darajasi aynan mana shu nuqtada tutashyapti. Bu juda ham katta bo'lgan tasdiqlardan bittasi. Va yana price actionga e'tibor beradigan bo'lsak, Fibonacci'ni olib tashlaymiz. Mana bu joyda engulfing, ya'ni engulfing degani tushunmaydiganlarga tushuntirib o'taman. O'zidan oldingi bitta candle keyingi candle yutib yuborishi, ya'ni mana bu yashil candle tanasiga e'tibor bersanglar, mana yaqinroq qilib ko'rsataman. Yashil candle mana bu qizil candle tomonidan butunligicha yutib yuborilgan. Mana shu narsa price actionda engulfing holati deb deyiladi. Va ketma-ket 3 ta qizil candle ochiladigan bo'lsa, bu katta ehtimol bilan narx tushishiga dalolat qiladi. Shuning uchun mana shu jihatlar bilan sizlarni ogohlantirmoqchi bo'ldim. Agarda aksiya bozorida savdo qiladigan bo'lsangiz, Nvidia aksiyasiga, umuman aksiya bozoriga hozircha juda ehtiyotkorona yondashishingizni so'rab qolaman. Agar mana shu trend, demak aytib o'tganimdek, trend yuqoriga emas pastga ketadigan bo'lsa, katta ehtimol bilan mana shu joyda kutib olamiz va keyingi bozor harakatiga qarab savdolarimizni qilishimiz mumkin. Shuning bilan ushbu tahlilimiz mana shulardan iborat edi. Agarda qanaqadir joylarga e'tibor bermagan bo'lsam, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Like bosib obuna bo'lishni ham unutmanglar. Keyingi tahlillarimizda, darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.